Assalomu alaykum. Shashlik bormi? Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Siz jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Ne? Sen jinnimisan? Men senga shashlik aytganman. Aka, narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. Sanatingizmi? Sezir olib kel. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara tur aytsan menga. Deydi uxlab qolganmi, bilmayman. Yo'q, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni aytmay qil. 5 barmoq olib kel bizga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizni olib keling. Akajon, suv so'rovdingiz, Flavis. Amerikadan keltirilgan moviy malina ta'mi, yangi chiqqan. Ichib ko'ring, o'ta mo'tadil. Subtropik mamlakatlardan ham topa olmaysiz. Bitta iching. Iching. Siz ham iching. Vashatamiz zo'r ekan-a? Aka, O'zbekistonda luboy do'konlardan topsangiz bo'ladi. Suv desa yaxshisini olib keladigansan-mi? Shustri. Menga qara, biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka, maydalab beramiz. Yo'q, maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'm qilib beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Mana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamayli ekan-de. Dada, Malibu'yizni burrib, oldini yo'q qilib, lab o'qib qo'ydim. Ha, zarar ko'rdi, yana mashinani urdingmi? Dada, nabarot zo'ru, palasaga kelganingizda bunday qilib qarab qo'yasiz. Bosmadimmi deb. Dadam yangi mashina olibdimi? Solishli ekan. Dada, Ruslan aka-ukalari bilan urdi. Nima yuradi? Ko'ziga atverka tiqoladi. Uni nimaga shunaqa qiladimi? Cho'ling ekanmisan? Dada, qarang, fint ko'rsataman. Yo, bolam. Hech qilmadi. O'ynayni. Dadammi? Men sizni ko'ryapman. Hordilar. Qochmang. Yuzingizni screenshot qilib oldim ko'zimda. Ayam qiladi. Jon bolam, faqat ayizga yetmay qolma, xohlagan narsangizni olib beraman. Rostda. Qaydan olding qo'lingdagini? Aytaman, ona aziz, dadamni bitta toltayda bitta qiz bilan ushlab oldi. Yetmayman deganing-ku. Aytaman, gitasi yo'q ekan ichida. Men diskotekaga bormoqchi edim gitada, tufli bor joyga. Aya bitta toltayda bitta qiz bilanchi gaplashib turishgan ekan. Aytma, PlayStation beraman dedi. Yo'q deb sizga aytdim. Men hech kimamda. Xotin, nima bering? Kitana win. Aya, fatality qiling. Dada radardan xat kelsa jahlingiz chiqardi-yu, men radarning ustidan izolyatsiya qildim. Nima qildingiz o'g'iltoy? Remenni taqmasdan palasani 30 marta bosib o'tdim mashinangizda. To'plabmanmi? 30 marta. Oy yuragim. Ey, zo'rida olib qo'yganman, olib chiqsinmi? Zo'r bo'lardi. O'g'iltoy. Dada, Hali dendiga aroq olib chiq. kecha marojna keluvdi, ichidagini to'kib tashlab, shishasiga marojna oldim, dada. O'g'lingizga qo'ysan hech kim olmayapti. Nima qilsamligini? Dada chanqadim. Yo'l. Dada choy deb o'ylabman. Shu bolani dastidan admin bo'lib ketmasam bo'ldi. Alo, Alo, qayerdasan? Manisadaman. Banisada? Nima qildi? Mashina urib ketdi. Qayerda? Ada sizmidingiz? Onayni. Qayerdasan? Brand Rose'da skidka bo'layotgan ekan, shunga keldim.
Dada futbolka finkalar 39 mingdan bo'lib ketibdi. Dada kuzgi litrovkalar 129 ming so'mdan ekan. Dada shim, krasovka, maktab forma, любой narsa qo'ygani 99 ming so'mdan. Maktabga ham masjiddan qilsangiz bo'ladi. Xullas Brentrovska admin bo'lasiz kelsangiz. Dada batutni yorib qo'ydim. Dami chiqib ketdi, kelib to'lasin deyapti. Chaqirdingmi dadangni? Shu meni so'kotsan, ha? To'xta. Har kuni shu ahvol. Telefon o'ynagan, yeysiz, ichasiz, kelasiz, yotasiz, ketasiz. Bir xil ssenariy. Yana telefon o'ynab o'tiribsizmi? Qachonda bir ishni boshini tutasiz. Ish ham mayli, bir romantika qilishni ham bilmaysiz, ey. Ey, nima qilyapsiz? Romantika so'rovdi, romantika qilyapman. To'xtab turib bitta gul qisilib qoldi. Shunaqa jirkanch romantika ham bo'ladimi? Endi PlayStation o'ynayapsizmi? Keling, sizni bir gazingizni berib qo'ying. Keling. Xotin qachon uyga ketasan? Ha, nimaga ketamanmi? Mol yeriga qo'l ko'tarding, nakavt qilib qo'yding. Bir umr qolaman, keyin ketaman. Yuring, mana bu yoqqa gap bor sizda. Qachongacha telefon o'ynaysiz? Anjonli bo'ladigan nomingiz bor, biron bir biznes qiling. To'g'ri aytasan, anjanli bola deb logo qilamanda, yaxshi bitta narsa ishlab chiqaradi. Men ketdim. To'xting, avval brendingizni patent qildiring. Assalomu alaykum. Intellektual biznes patentlash markaziga xush kelibsiz. Aka, agar brendimni patent qildirmasam nima bo'ladi? Agar brendingizni vaqtida patentlab qo'ymaydigan bo'lsangiz, sizning nomingizdan hamma viloyatda xohlagan odam foydalansa bo'ladi. Eng yomon tarafi, sizdan oldin patentlab qo'yishsa, siz birinchi ochgan bo'lsangiz, nomingizni o'zgartirishga majbur bo'lasiz. Yetmaganiga katta miqdordagi shtrix ham to'lashingiz mumkin. Aka, sizlarda yomon ko'p san'atkorlar kelib patent qildirishadi ekan brendini. Albatta, intellektual biznes patentlash markazimiz o'zini brendini rivojlantirgan barchaga har doim xizmatga tayyor. Bu odam yana telefon o'ynab yotibdimi? Erdamalib yotir, shalaqi kelayotir. Voy, shalaqi kelayotir. Qo'yvor dedim. Spiderman! Ya opa, nima keragi bor? 2000 so'mlik narsani 3000 qilib qo'ydi. 1000 so'm qaydan topaman men sizga hozir? 1000 so'm qayting. Tiqib oling. Dada mana o'sha yigit. Assalomu alaykum tova. Va alaykum assalom. Nima ish qilasiz? Shu Spiderman odamlar olib qaraman. Spiderman, yordam ber! Qutqaring boring. Ya bugun dam olish ishlamayman. Keyin belda ham jicha grija bor-da, shuning uchun doktor ichib saqla degani uchun ishlamayapman. Hop, qizim baxtli qilish uchun nimangiz bor? Spiderman kiyimim bor, cherepni o'yim bor, keyin har doim chiqadigan to'rim bor. Ya uzr, ana issiqda jicha to'rim erib ketib qolibdi-da. Ashaling qursin, tilaqol. Senga beradigan qizim yo'q. Qumursqa, yaraqa. Ali! Jonim, yanog'ing va labing orasidagi chuqurga meni ko'mishsin. Onasini emsin, qaziyib kelaman. Alvido. Betlari qoram. Ali. O'zimni chalavik palkam. Meni kechiring. Iltimos, meni bezovta qilmagin, men muhim ish bilan bandman. Kimnidir qutqaryapsizmi? Yo, Brentrovskiy skidga keluvdim. Aka, bizani Brentrovskiy do'konimizda любой narsa 99 ming so'm. Rostdan? Ha? To'xtab tur. Uka, mana kuzgi po'zlamoylar ham 99 ming so'mdan. 99 ming so'm. Aka, men ham sizga o'xshab mana shunaqa kiyimni odamlarni qutqargim keladi. Nonni yarim taqimi. Mana shu Flyonda turgan krasotkalar ham 99 mingdan. 99 ming so'm. Nihoyatda go'zal. Aka, kamas keldi shimlarni har xildan. Bularni ham narxi 99 ming so'm. Yo'q-e? Brentrovskiy любой narsa 99 ming so'm. Faqatgina bu 20-sentyabrdan 20-oktyabrgacha davom etadi. Rostdan. Merijan 99 ming tashavvur, bitta ishton ko'rib qo'ydim, olib qo'yim, mana qisyapti-da. Hayotingizni qutqarib qoldim. Endi qizingizni berarsiz? Men bitta gapiraman. Senga beradigan qizim yo'q. Taksi chaqirdi, surib o'tdi.